Abdulla qahhor. Ayb kimda? Hikoya. Hamroyev kechki ovqatdan keyin birpas cho'zilmoqchi bo'lgan edi, to'g'ri kelmadi. Narigi uy to'polon, bolalar bir-birini yostiq bilan urib o'ynab yotibdi. Soat 8:30da majlisga borish ham kerak. Kecha Hamdam ota-onalar majlisi bo'lishi to'g'risida maktabidan qog'oz olib kelgan. Hamroyev hech qachon majlisga borgan emas, ammo fursati bo'lganda bir tayyorlanib bormoqchi va bola tarbiyalashni bilmagan yoki bu ishga befarq qaragan o'qituvchilarni uyaltirmoqchi edi. Bu niyat uning xotini Sobiraxonga juda ma'qul bo'ldi. Gapiring, izza qiling. Bolalar maktabda o'qib qayta bevosh bo'lib ketyapti. Siz uyda yo'q vaqtlarda Hamdamingizning dastidan menga kun yo'q. Ilgari urib yengar edim, endi uray desam qochib tomga chiqib ketadi. Tomda turib menga tilini ko'rsatadi. Hamroyev qo'yin daftariga nimalarnidir yozdi. Xo'sh, tag'in nimalar qiladi? Tag'in ursam baribir og'rimaydi deb xir-xir kuladi. Ha, aytgancha, 1 yildan beri biror marta aya deganini eshitganim yo'q. Hamisha Turandot deydi. Hamroyev kulib yubordi. Bu laqabni Sobiraxonga o'tgan yili bayramda birovnikiga mehmon bo'lib borishganda o'zi qo'ygan va shu bilan hammani kuldirgan edi. Turandot deydimi, a? Lekin buni majlisda gapirib bo'lmaydi. Lekin bir tomondan gapirilsa ham bo'ladi. Bola degan kattalarning gapini gapirmasligi kerak. Albatta, maktabda shunaqa narsalarni o'rgatmasa, nimani o'rgatadi? Quruq ilm bilan bola bo'lar ekanmi? Hamroyev Sobiraxonning shikoyatlarini, gazetalarda o'qigan, odamlardan eshitgan tarbiyaga doir gaplarni yozib, qo'yin daftarini to'ldirdi. Keyin bularning hammasidan xulosa chiqardi. Men biror qog'ozga o'qimasdan qo'l qo'ysam, sen biror ko'ylakning yoqasini qiyshiq qadab qo'ysang, ishga sovuqqonlik bilan qaraganimiz uchun javobgar bo'lamiz. Nima uchun bola tarbiyasiga sovuqqonlik bilan qaragan o'qituvchiga qonun yo'q? Qani, chaqir bu yoqqa Hamdamni. Narigi uydan uvadasi chiqib ketgan yostiqni ko'tarib Hamdam chiqdi. O'tir bu yoqqa. Xo'sh, sen nima uchun ko'cha bolalariga o'xshab axloqsizlik qilasan? Hamdam yostiqni kursiga qo'yib ustiga o'tirdi va onasiga qaradi. Nima qildim? Men so'rayotibman. Menga qara. Nima qilganingni bilmaysanmi? Nima uchun oying urganda xayr? Bu ham mayli. Nima uchun oyingni aya demay yo'q? Nima uchun tomda turib ayangga? Umuman, tomlarda yurar emishsan, yer ko'tarmaydimi? Maktabda senga shuni ta'lim beradimi? Qani daftarlaring? Hamdam ayasiga qaradi. Qachon men tomda yuribman? Yo'q, tomni qo'y, menga daftaringni ko'rsat. Bu yil o'qish boshlangandan beri nechta a'lo baho olding? Bitta ham yomon baho olganim yo'q. Mana, Hamroyev daftarlarini varaqlay boshladi. Xo'p, hozir ko'ramiz. Yaxshi, o'rta, qani a'lo? Ruschadan nima uchun yaxshi? A'lo o'qisam ham o'qituvchimiz yaxshi qo'yadi. A'lodan yaxshi deydi. Ha, hali siz yolg'on gapirishni ham bilasizmi? Qani beriroq kel, ko'zimga qara. Yaxshi deydimi? Hamdam yolg'on gapirishining bunday oqibatini umrida birinchi ko'rishi edi. Yig'lab yubordi. Menga qara deyman. Kim o'rgatdi senga yolg'on gapirishni? Qaysi domlang? Sobiraxon aralashdi. Qo'ying endi. Minbat yolg'on gapirmaydi. Voy tavba, ruschadan nega yaxshi? Baloday gapiradi shekilli-ku. Hamroyev Hamdamning qulog'ini cho'zib o'ziga qaratdi. Tag'in yolg'on gapirasanmi? Bundan keyin yolg'on gapiradigan bo'lsang, bilib qo'y, men oyingga o'xshab og'rimaydigan qilib urmayman, a? Shu yolg'on gapirganingdan keyin ruschadan yaxshi olganingga ham ishonmayman. Qani xo'sh, masalan, choynakning qopqog'ini ruschada nima deydi? Samovarning jo'mragini nima deydi? Hamdam ikkovini ham bilmadi va yig'laganicha narigi uyga kirib ketdi. Hamroyev qo'yin daftarini olib nimalarnidir o'chirdi, yana nimalarnidir yozdi. Yo'q, dedi daftarni cho'ntagiga solib. Bu ishga jiddiy qarash kerak. Shunday bo'lgandan keyin majlisga jiddiy tayyorgarlik ko'rib borilmasa bo'lmaydi. Tarbiyaga doir kitob ko'p. Soat 8 bo'ldi, dedi Sobiraxon. Hamroyev o'ylanib qoldi. Borsa albatta gapirish kerak. Gapirmaydigan bo'lsa borishning keragi yo'q. So'zga chiqqanda gapni nimadan boshlaydi? Nima to'g'rida gapiradi va qanday xulosa chiqaradi? Yo'q, bu xilda borishdan foyda yo'q, Turandot, dedi. Bu safarcha siz boring. Men yanagi safar jiddiy tayyorgarlik ko'rib boraman.
Qo'ysangizchi, umrimda bormagan joyimga qanaqa qilib boraman, mening borishimdan nima foyda? Foyda bo'lmasa, ziyon ham yo'q-ku. Er-xotin foyda-ziyon to'g'risida tortishib, soatni 8:30 qilishdi. Hamdam chiqdi. Nima qilib o'tiribsizlar? Direktor juda tayinlagan edi. Xatni topshirmagandirsan, deb ertaga meni urishadi. Oying bormaydi, borishidan foyda ham yo'q. Men yanagi safar boraman. Mudir so'rasa shunaqa deymanmi? Nega? Kap-katta bo'lib, shunga ham vaj topolmaysanmi? Dadam ishdan kech keldi, oyim betob yotibdi degin. Hamdam dadasiga qaraganicha uzoq turib qoldi. U ertaga xuddi shunday deydi.